Keling, organizmga D vitaminini kerakligini ko'rsatadigan 7 belgini muhokama qilamiz. Shuningdek, nega D vitaminini har kuni qabul qilish muhim ekanligini tushuntiraman. Birinchi belgi yuqori qon bosimi. Yuqori qon bosimining sabablaridan biri D vitaminining yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi belgi yomon kayfiyat, depressiya yoki ortiqcha xavotirga tushishlik. Uchinchi belgi yallig'lanish. Agar sizda yallig'lanish bor bo'lsa, D vitaminiga ehtiyojingiz bor. To'rtinchi belgi immunitetning pastligi, ya'ni juda tez kasal bo'lib turish. Beshinchi belgi uyqu siklining buzilishi. Agar ertalab uyg'onganingizda charchoq his qilsangiz yoki uyqudan to'ymasangiz, shuni bilingki, D vitamini uyqu fazasiga o'tishga yordam beradi. Shu tariqa siz uyg'onganda o'zingizni sergak his qilasiz. Oltinchi belgi teridagi muammolar. Deyarli barcha teri kasalliklari vitamin D yetishmovchiligi bilan bog'liq. Yettinchi belgi bel sohasidagi og'riq hamda mushaklardagi og'riqlar. Agar mushaklaringiz taranglashib og'riydigan bo'lsa, D vitaminining miqdorini oshiring. Shuningdek, siz uchun juda qiziqarli ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Agar shifokorlar qondagi D vitamin darajasini tekshirsa, ular odatda 2 turdagi D vitaminingizga e'tibor qaratadilar. Bog'langan связанный D vitamini va bog'lanmagan erkin свободный D vitamini. Qondagi D vitaminining tahlillarining 99% qismi bog'langan D vitaminlaridan iborat bo'lib, faqat kichik qismi erkin holda bo'ladi. Bog'langan D vitaminining yarim parchalanish davri 2-3 hafta. Erkin D vitaminining yarim parchalanish davri 1 kunni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, tahlil o'tkazilganda bog'langan va erkin D vitaminlari o'rtasida farq qilinmaydi. Sizda terini, mushaklarni, boshqa organlarni va immunitetni qo'llab-quvvatlash uchun D vitaminlari yetarli deb o'ylashingiz mumkin. Ammo agar siz doimiy ravishda D vitamini qo'shimchasini qabul qilmasangiz yoki har kun quyoshda bo'lmasangiz, ehtimol sizda D vitamini tanqisligi bor. Ayniqsa semirib ketish, insulinga qarshi chidamlilik, qandli diabet, ko'p vaqtni uyda o'tkazish, dieta yoki parhez paytida D vitaminining kamligi, shu kabi qo'shimcha muammolar bo'lsa, D vitamini tanada o'zlashtirishi qiyinlashadi. Yosh o'tishi bilan terida D vitaminini ishlab chiqarish jarayoni ham pasayadi. Shuningdek, kunlik tavsiya etiladigan D vitaminining miqdori yetarli emas. Bizga ancha ko'proq miqdorda D vitamini kerak. Agar shifokoringiz D vitamini ortiqchaligidan zaharlanishingiz mumkin desa, undan so'rang. Men 30-40 daqiqa quyoshda bo'lsam, qancha vitamin D olaman? To'g'ri javob 20 ming birlik. Aslida esa 10 ming birlik. Bu juda kam va normal doza emas. Eng muhimi, D vitamini organizmda samarali ishlashi uchun ma'lum bir nutrientlar kerak. Magniy, sink, K2 vitamini, bor. Agar ushbu elementlar yetarli bo'lsa, D vitamini organizmga to'liq singadi va tanqislik yuzaga kelmaydi.